Kuniga 500 ming dollar topmoqchimisiz? Unda bu videoni oxirigacha ko'ring. Men Oltinboy Aldar Ko'sayev, business coaching, business mentoring, Kung Fu Panda kompaniyasi asoschisiman. Men o'z klientlarimga bir oyda 1 million dollar, bir yilda 700 million dollar olib kelganman. Mening 6000 ga yaqin shogirdlarim bor. O'zim 34 yoshdaman, lekin bu sohada 69 yillik tajribam bor. Mening shogirdlarim orasida Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates shunga o'xshagan mayda-chuyda tadbirkorlar ham bor. O'zi bu sohaga kirib kelishim juda qiziq bo'lgan. Shu odamlar kosmosga uchganlar, skafandrlar eslardan chiqib qo'ygan. Keyin kislorodsiz yurmasinlar deb ketlardan olib borib berganman. Shu qaytayotganimda bitta inoplanetan bilan, o'zga sayyoralik bilan tanishib qolganman. O'sha meni biznesga o'rgatgan. Hozirgi kunda adashmasam 7 trilliard yevroyim bor. Shunaqa gaplar. Aytmoqchi, bizani 2 yildan beri cho'zilib kelayotgan loh bo'lishning 1001 usuli treningimizni yana bir kunga sizlar uchun, faqat sizlar uchun cho'zishga qaror qildik. Kim a'zo bo'lishni, ishtirok etishni xohlasa, kommentlarda loh so'zini qoldiring va bepul ishtirokchiga aylaning. Men o'zimni sevaman, menga o'zim yoqadi.